Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan Olimpiya shaharchasida tashkil etilgan Prezident Olimpiadasi yurtimiz o'g'il-qizlar orasidan iqtidorlilarni saralash barobarida professional sportga poydevor vazifasini o'tab bergani bilan ham ahamiyatli bo'ldi. Mazkur kompleks musobaqada Toshkent shahri jamoasi umumjamoa hisobida birinchi o'rinni egalladi. Poytaxtimizda tashkil etilgan tadbirda g'olib va sovrindor bo'lgan sportchi va trenerlar munosib taqdirlandi. Tarixda ilk bor o'tkazilgan va Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlaridan kelgan 3000 nafardan ortiq sportchilar ishtirok etgan Prezident Olimpiadasi sport musobaqalarida Toshkent shahar delegatsiyasi 26 ta oltin, 14 ta kumush va 8 ta bronza medallar bilan mutlaq g'oliblikni qo'lga kiritdi. Poytaxtimizdagi Renessans kino uyida tashkil etilgan tadbirda Toshkent shahar hokimi Shavkat Umurzoqov Prezident Olimpiadasida umumjamoa hisobida birinchi o'rinni qo'lga kiritgan Toshkent shahar sportchilari hamda ularning murabbiylari bilan uchrashdi. Ochiq muloqot tarzida o'tkazilgan tadbirda so'z olganlar yoshlarimizning yuksak sport mahorati, matonati va fidoyiligi evaziga qo'lga kiritilgan ushbu natija yurtimizda sport sohasini rivojlantirish borasida olib borilayotgan tizimli ishlarning samarasi ekanini ta'kidlab o'tdilar. Shuningdek, sportchilar va murabbiylarni erishilgan yutuqlar bilan tabriklab, ularga kelgusi musobaqalarda omad yor bo'lishini tilashdi. Shundan so'ng mazkur musobaqalarda g'olib va sovrindor bo'lgan sportchilarga hamda ularning murabbiylariga 10 ta sport turi bo'yicha oltin, kumush va bronza medallarni qo'lga kiritgan 51 nafar sportchiga planshet, 35 nafar murabbiylarga esa televizor taqdim etildi. Boks bo'yicha 66 kg vazn toifasida birinchi o'rinni oldim. Shu hammasi musobaqa zo'r bo'ldi. Hammaga rahmat deyman, prezidentimizga rahmat deyman. Sharoitlar zo'r bo'ldi. Musobaqa birinchi marta o'tkazildi. Prezident Olimpiadasi musobaqa o'ylagandan ham a'lo darajada o'tdi. Chempion bo'ldim. Boks bo'limidan 63 kg vaznda chempion bo'ldim. Bundan o'zim ham bag'oyatda xursandman. To'xtab qolmaymiz. Oldimizda Osiyo, Jahon chempionati, Olimpiada o'yinlari bor. Prezident Olimpiadasi muhim seleksiya maydoni vazifasini o'tab bergani bilan ahamiyatli bo'ldi. Aynan shu yerda iste'dodlar kashf qilindi. Ko'plab yoshlar uchun professional sportga yo'l ochildi. Tadbir davomida mazkur musobaqa natijalari tahlil qilinib, keyingi yil rejalar bayon etildi. Yangi marralar, yangi rejalar haqida ma'lumotlar berildi. Shuningdek, Prezident Olimpiadasida yaxshi natija ko'rsatgan 4 ta sport federatsiyasiga maxsus vaucherlar taqdim etildi. Jumladan, Taekwondo WT federatsiyasiga Toshkent Taekwondo markazi barpo etib beriladigan bo'ldi. Sport kurashlari federatsiyasiga 3 to'plam kurash gilami, badiiy gimnastika federatsiyasiga esa 2 to'plam badiiy gimnastika gilami topshirildi. Basketbol federatsiyasi vakillari uchun esa 3x3 ikkita basketbol korti bunyod etiladigan bo'ldi. Yoshlar uchun Prezident Olimpiadasida ishtirok etish orzu va maqsad sari qo'yilgan dadil qadam bo'ldi. Ular yurtimiz sharafini xalqaro arenalarda himoya qilishga tayyorlanishar ekan, Prezident Olimpiadasi ular uchun dastlabki katta maktab vazifasini o'tab berdi. Shuningdek, ushbu loyiha sport sohasida olib borilayotgan islohotlarning amaliy samarasini yaqqol namoyon etdi.